Diqqat! Bu yangilik ko'plab haydovchilar uchun muhim. Rasman e'lon qilindi. O'zbekistonda benzin va metan yoqilg'i quyish shoxobchalari naqd pulni qabul qilmaydi. Assalomu alaykum. 2026-yil 1-apreldan boshlab yoqilg'i quyish shoxobchalarida naqd pul bilan to'lash amaliyoti butunlay bekor qilinishi haqida xabar berilgan. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi yoqilg'i quyish shoxobchalarida to'lovlar faqat quyidagilar orqali amalga oshiriladi. Bank kartalari, elektron to'lov tizimlari, raqamli to'lovlar. Naqd pul yo'q. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bu o'zgarish to'lov tizimlarini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va noqonuniy to'lovlarni kamaytirish uchun joriy qilinmoqda. Shuning uchun haydovchilarga oldindan tayyorgarlik ko'rish va bank kartalari va elektron to'lov vositalaridan faol foydalanish tavsiya etiladi. Iltimos, e'tibor bering. 1-apreldan keyin yoqilg'i quyish shoxobchalarida naqd pul bilan to'lashning iloji bo'lmaydi. Bu rasmiy qaror. Shuning uchun bu xabarni boshqalarga ham ulashing, ular ham bilib olishsin.